Assalomu alaykum, baraka mebel kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebelimiz Andijon Oltinko'lga o'rnadi. Razmerlari 6 metr joyga joylashdi, burchakli bo'lib joylashdi. Bo'ylari 3 metr. O'ta bagati, o'ta gigant chiqdi. O'zimiz ham bir ish qilib maza qildik. Anchalik ko'rkam bo'ldi. Rangini o'zi klient tanladi. Korpusini qora, fasadni qizil qilib bering dedi. Klientga yoqqan rang ekan. Didi bo'yicha qildik. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Hozirgi kunda shunaqa oshxona mebel qildik, necha pulga tushyapti, nimalari bonus bo'ladi, hammasini video davomida aytib o'tamiz. Undan oldin bitta obzor qilamiz. Mebelimizga $100 mo'yka qo'yilgan, klient o'zi olgan. Biz qo'yib beradigan mo'yka bundan sal soddaroq bo'ladi. 450 ming, 500 ming so'm atrofida bo'ladi. Xo'p, jazlar uстановка qilingan, viteskalari $100. $100 viteskani biz tekinga bonus qilib qo'yib berganmiz. Buni o'zimiz reklamada chiqarganmiz. 5 metrdan baland bo'lsa, bitta $100 viteskani o'zimiz qo'shib beramiz deganmiz. Mana qo'yib berdik. Bu yerlarga bannistoyka qilingan. Klient shuni xohladi. Bu yerga meva, nima tersa bu yerga mana baqlashga suvlar qo'yib, chiroyli bo'lish uchun bu yerga ishlatsa bo'lar bemalol. Bu yerlarda duxovka, mikrovolnovkalar joylangan. Bir ko'rib ko'rasizlar, joylangan. Mana zazorlari ham yo'q. Akkuratlik qilib joylangan. Tomlari 4 sm qalinidan, bunaqa yukasdan emas. Zavodda o'zi 10 yil garantiya bergan. Suvga o'tga chidamli, shilinmaydi ham. Buni bemalol mana qozonda olib qo'yib ishlatsa ham bo'laveradi. Rossiya mahsuloti. Akrillar ham Turkiyaniki. O'zbekistonda narsasi ishlanmagan, xudo xolasa ishga javob beramiz. Mexanizmlari ham germanskiy. Bunga ham garantiya bor. Odamni bemalol ko'taradi. Oynalari qoraytirilgan, zavodskoy sepilmagan. Bu ham qimmat oynalar. Bu yerda sushilkalari bor. Idish teri bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, polkalari ikki qatordan ko'proq narsa sig'ish uchun kafelni o'rniga granit bosib berganmiz. Yana ham stiklari kamroq, chiroyli chiqish uchun granit bosib berganmiz. Endi bu rozetkalar hali o'rnamagan, elektrik ishlari bor. Ishimiz hali 100% butgan yo'q. Xudo xolasa butib qoladi, elektrik ishlari qoldi. Yana bu yerlariga mana tortma qilganmiz, ichida qosh paddonlari bor. Bonuslarni bir qator aytib ketaman. Bu ham bonuslar qatoriga kiradi. Qosh paddon bemalol suv quyib qo'ysam ishmaydi. Plasmassa bo'ladi. Vakuum roli tagiga mana ko'p qatorlik qilib bemalol tuz, ziravor, xohlagan narsani solib ishlatsa bo'laveradi. Bu yerlarga kargo qo'yilgan. Bu ham sushilka vazifasini bajaradi. Kargoni ham biladi. Xo'p, bu yerda musor paqiri ham bo'lish kerak. Musor paqiri endi uстановка bo'ladi. Mana karotkalar turibdi. Mo'yka ulangandan keyin musor paqir qo'yiladi. Bu yerlarga kattagina shkaf qilib berganmiz. Ichini chiroyli qilib idish qo'yganda chiroyli ko'rinish uchun svetlar qo'yib berganmiz. Buni ham oynalari zavodskiy qoraytirilgan qimmat oynalar. Tepadagi eshiklari tepaga ochiladi. Endi hozir bo'yim yetmaydi deya bironta bir stol qo'yib ochsa bo'ladi bemalol. Xo'p, bu qanaqa hozirgi? Masalan, 2025-yilda necha pul bo'lyapti? Bo'yiga qarab razmeri paganometr kimi qiziq bo'lsa, mana hozir mana shu kuxunligimiz bo'yi 3 metr. Bir paganometri shunda hozir bular 3.400.000 so'mdan qilib beryapmiz. Agar 5 metrdan baland bo'lsa, vitesga ham bonus bo'ladi. Xo'p, qo'shtirilgan paddon, viteska, sushilka, mo'yka, musor paqir, bannistoyka desa bannistoyka, oyna, zerklar, hammasi bular bonus qatoriga kiradi. Bu yerga klientimiz yana ham ish joyim ko'proq bo'lsin, xamir yegani ham oson bo'lsin deganligi uchun 1.5 ga 1.20 qilib o'stirib qilib berganmiz. O'stirib ham bemalol odamni ham ko'taraveradigan. G'ildirakli aylantirib uyda xohlagan burchakka olib ishlatsa bo'ladi. Buni ichini bir ko'rsatib qo'ying, operatorimiz bir keling. Bemalol bir xonali kvartira desa ham bo'laveradi. Bemalol kartochka yozlar solib xopada ishlatsa bo'laveradi. Bu yerlariga dizaynni chet elligidan ko'rib chiroyli chiqsin deb turib bergan bir narsa qo'yaman deganligi uchun chiroyli qilib dizayn qilib berganmiz bu yerlarga ham. Buni tormozini ezib bemalol ishlataveradi. Hali bolalar kelib tormozni ezib qo'ysa, surolmaydi biroq.
Xo'p, kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada bemalol yozsanglar bo'ladi, javob qilamiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatish bor. Kimga qiziq bo'lsa, shunday xizmatlarimiz pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatish bor. Hammaga rahmat.